Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Jack'ni kolonka mashinkasini ko'rib chiqamiz. Tabiiyki sizda savol tug'ilishi mumkin. Kolonka mashinka nima va bu mashinkada nimalar tikish mumkin? Hozir sizlar bilan buni birgalikda o'rganib chiqamiz. Qani, ketdik. Ko'pchilik bu mashinkani ko'rinishiga qarab turib, "Voy, bu mashinka nima buncha bahaybat, nima tikilar ekan bu mashinkada" deb o'ylashi mumkin. Tabiiyki mashinkani ko'rinishidan kelib chiqib aytishimiz mumkin, bu mashinka o'zi asosan birinchi bo'lib oyoq kiyim tikish uchun mo'ljallangan. Ya'ni nima uchun oyoq kiyim tikish uchun mo'ljallangan? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ingichka qilib, alohida qilib bo'rtib chiqazilgan. Bu oyoq kiyimlarni bemalol, oyoq kiyimlarning ichkarilarini hamma yerini chiroyli qilib tikishimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, yana bu mashinkani faqat oyoq kiyim emas, balki men o'zim bir ikkita fabrikalarda ko'rganman. Kepkalarni ham kozirovkani tikishda ham foydalaniladi. Mashinka baquvvat, mana shu kepkani kozirovkani oddiy to'g'richoq mashinkalarda tikish ancha qiyin. Shuning uchun mana shu mashinkada ham tikishganini men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Yana boshqa maqsadlarda ham foydalansa bo'ladi. Bu mashinkani oddiy to'g'richoq qilib ham foydalansa bo'ladi. Muammosiz tika oladi. Xo'p, mashinkamizni ko'rinishidan ko'rishimiz mumkin, anchagina bahaybat qilib ishlangan. Keyin oldingi kolonka mashinkalarni eski oldingi yoshi katta tikuvchilarimiz bilishsa kerak, tekis bo'lib turardi. Bunda o'zgacha dizayn qilib turib, mana ko'rishimiz mumkin, mashinka sal yon tomonga yotqizilgan. Bu nima uchun unaqa qilingan? O'sha oyoq kiyim nima tikilinadigan bo'lsa, tikuvchiga yaxshiroq ko'rinishligi uchun qilingan narsa. Oldin tekis turgan bo'lgan oyoq kiyim yoki bo'lmasa bu narsani tikkuncha materialni tekis turadi, mato to'sib qo'yishi mumkin. Tikuvchini qanaqa tikayotganini ko'rmasligi mumkin. O'sha narsani oldini olishlik maqsadida mashinkani sal yon tomonga taxminan bir 15, 20, 30 gradus atrofida mashinka yon tomonga qarab yotqizilgan. Hop, mashinkamizni tashqi ko'rinishiga to'xtaladigan bo'lsak, mashinkamizni ko'rishimiz mumkin, anchagina bahaybat qilib, uzun qilib ishlangan limuzinga o'xshaydi. Limuzinni ham boshqacharoq variantga o'xshab ketadi. Ko'rishimiz mumkin, mashinkamizda ipini qo'yadigan bobina stoykasi yo'q. Uni o'rniga mashinkani o'ziga, galovkani o'ziga orqa tomoniga plastmassadan qilib turib, alohida joy qilib ketilgan. Hop, keyin yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi, mashinkalarda asosan lapka turadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, lapkani boshqacharoq variant qilingan, dumaloq sharga lapka qilingan. Bu ham o'sha ishni ancha oson burishimizga, ishlarni burilishli ishlarni tikishimizga ancha qulaylik beradi. Mashinkamiz eng so'nggi model hisoblanadi. Jack C5 kolonka mashinka. O'zi lapka ko'taradi, o'zi ip uzadi, o'zi zakrepka qiladi, yana qo'shimcha funksiyalari bor. Hozir sizlar bilan ularni ham ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Hop, mashinkamizning galovkasi tashqi dizayni haqida gaplashib oldik. Ana endi mashinkamizni yoqib olamiz. Yoqadigan включатель mashinkaning o'ng tomonida orqada joylashgan. Yoqamiz. 您好，欢迎使用捷克缝纫机，祝您工作愉快。 Mashinkamiz xuddi shunday sizni kutib oladi har doim yoqqaningizda. Gapiradi mashinkamiz, video boshida aytib o'tdik, eng so'nggi model hisoblanadi. Gapiradi, avtomat hamma yog'i. Xo'p, birinchi bo'lib o'ng tomonda mana maxavika joylashgan. Bu yerda platani sovutib turadi. Mana bu yerda mana USB porti bor. Hop, mana bu yerda mana zakrepkasi orqaga borib keladigan. Buni yana mana bu boltini bo'shatib turib, o'ng tomonga uzunlashtirsa ham bo'ladi bu zakrepkasi. Hop, bundan sal teparoqda mana ko'rishimiz mumkin, moyini urvini. Maksimaliy minimum deb yozib qo'yilgan. Bu narsa mana ko'rishimiz mumkin, bo'rttirib, xrustalniya qilib ancha boshqacha yondashilgan bu mashinkamizga. Moyini ham xuddi shu yerda o'zidan shuni ochsak, mana shu yerda o'zidan quyadi, pipitkasi bo'ladi o'zini. Pipitka bilan solinadi. Urvini ham ko'rinib turadi. Keyin e'tibor berishimiz mumkin, tepa tarafida oldingi mashinkalarning hammasida tepasida o'sha shishasi bo'lardi. U narsa olib tashlangan, hamma moyda rangini ham, urug'ini ham shu yerda o'zidan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi panel upravleniyasi, ya'ni ekraniga to'xtaladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, bu yerda ancha knopkalar ko'p. Bir chekkadan boshlaymiz. Birinchisi mana uzun tayoq E qilib qo'ygan. Bu oddiy chok degani, oddiy to'rtchoq degani. Hop, keyingisi to'g'richa chizib qo'ygan E, F, G, H qilib qo'ygan. Bu narsa nima deydigan bo'lsak, bu narsa to'g'richa cho'ntak yoki bo'lmasa nechtadir
chok sanab tikilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanaqa shakllar tikishda asosan kerak bo'ladi. Bu funksiyani qo'shib turib, bu yerdan nechta chok yurish kerakligini belgilashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bir tomonidan 3 ta chok, ikkinchi tomonidan 5 ta chok, keyingi tomonidan 10 ta chok yuradigan qilib, qayerda qancha chok yurish kerak bo'lsa, hammasini mana shu yerdan kirgizib turib, keyin mashinka o'zi avtomatik tarzda sanab tikadi. Hop, keyingisi 波段方 bu bu ham xuddi shunday, nechtadir chok sanab tikishi, ya'ni faqat uchburchakmi, to'rtburchakmi yoki bo'lmasam bittadan 15 tagacha chok qo'shishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi 10 ta, ikkinchisi 20 ta, uchinchisi 40 ta, mana shunday qilib ko'p har xil sonlar kirgizib turib, birinchisi 8 ta, ikkinchisini 数值加数值加数值减数值加 hop mana 数值减 birinchisi 8 ta, ikkinchisini 20 ta, uchinchisini 10 ta, xuddi mana shunday qilib har xil choklarni kirgizib turib, saqlanib qilib qo'yadigan bo'lsak, shu funksiyani bosganimizda har bitta chokda o'zi avtomatik tarzda sanab tikadi. Bittalab kirgizib o'tirishimiz shart emas bo'ladi. Hop, keyingi knopkamiz W. Bu o'sha qalin zaklebka berib turish kerak. Faqat zaklebka qilish kerak bo'lsa, shu funksiyani yoqib qo'ysak, o'zi avtomatik tarzda faqat zaklebka berib ip uzaveradi. Hop, ana endi oddiy chokka o'tmoqchi bo'lsak, shu knopkalarni o'zini bir marta bossak, oddiy chokka ham o'tadi yoki bo'lmasam W 方 uzun tayoqni 断方自由方 yo'q, o'sha knopkalarni o'zini bossak, oddiy chokka qaytadi. Hop, keyingi knopkamiz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, dumaloq qilib qo'yilgan. Bu narsa nima? Bu funksiyamiz mana shu to'rtburchak yoki masalan bu uzun tayoqlar P1, P15 qilib qo'ygan mana shunaqa funksiyalarni avtomat qilish, ya'ni siz pedalni bir marta bosib qo'yasiz, nechta chok yurish kerak bo'lsa, o'shancha chok yurib o'zi avtomatik tarzda to'xtaydi. Keyingi knopkamiz zakrepka materialni kirishida, chiqishida, A, B deb yozilgani materialni kirishida, D, S deb yozilgani material chiqishida. Hozir mana 前四固方关闭 bosdik, 固方 bir marta boradi, 前十 qaytadi. 固方前四 borib 固方 qaytadi. 2 marta borib keladigan bo'ldi. Qalinroq bo'ladi. Bosdik, o'chirib qo'ydik, demak qilmaydi degan. 前前十 Hop, 固方 keyingi knopkamiz qaychi. 中途盘眼线后盘压脚中途关闭 Keyingi knopkamiz qaychi bilan lapka. Bu degani nima? Har doim qaychi 中途盘压脚开 birinchi bosganimizda mana lapkani rasmi yondi. Bu degani lapka tikib to'xtadikmi, avtomatik tarzda ko'tarib turadi degani. Yana bir marta bosdik, qaychi bilan lapkani rasmi yondi. Bu degani har doim qaychi uzgandan keyin o'zi avtomatik tarzda ko'tarib turadigan. Bosdik, 盘压脚 ikkalasi ham yondi. Bu degani tikib to'xtaganda ham ko'tarib turadi, qaychi uzganda ham o'zi avtomatik tarzda ko'tarib turadi degan. Bosdik, o'chirdik, demak lapka ko'tarmaydi. Qachon bo'lsa ko'tarsakgina ko'taradi. Hop, keyingi knopkamiz qaychini rasmi mana bu yerda. 不能关 Qaychi xohlasak uzadi, xohlasak uzmaydi. Buni qachon asosan o'chirib qo'yiladi? Qachonki burilishli ishlar ko'p bo'lsa, qaychi yoniq turadigan bo'lsa, ko'pchilik pedalni orqaga bosganda ipni uzib qo'yadi. O'shanaqa holatlarda o'chirib qo'yiladi yoki bo'lmasa avtomatik tarzda lapka ko'taradigan qilib, ninani pastda to'xtaydigan qilib qo'ysak, pedalni bosishimiz shart emas bo'ladi. Ninani o'zi materialni ushlab turadi, lapka o'zi avtomatik tarzda ko'tarilgan payt siz xotirjam bemalol materialni qancha burilishi kerak bo'lsa, burib, to'g'rilab tikishingiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi knopkamiz plus minus tezligi ko'tarib tushirishga. Mana bu kolonkani rasmi turgani bu gapirishini o'chirib qo'yish mumkin, mashinkani yoqqanda salom berishini o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingi knopkamiz mana ninani tepa pastda qolishi. Bu har doim tikib to'xtaganda nina pastda to'xtaydi yoki bo'lmasa tepada to'xtaydi. O'sha narsani o'zgartiradi. Reset knopkasi bu o'sha har doimgidek ichki parametrlariga nimalargadir kirib ketdingiz, qanaqa qilganingiz esingizda yo'q, to'g'ri olmayapsiz, zavodskiy holatiga qaytarmoqchi bo'lsangiz, reset knopkasini bosib turasiz. 恢复出厂设置 Ekranimiz hamma nimalari bir o'chib yonadi, zavodskiy holatiga qaytadi. PS knopkasi parametrlarga kirib o'zgartirishga kerak bo'ladi. Ana endi yon tomondagi knopkalarga o'tamiz. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Stop bor. Bu stop nima uchun? Ninani ipini o'tkazguncha, nastroykalarni ko'rguncha, ninani almashtirguncha kerak bo'ladi. Bu mana pedalni bossak ham tikib bormaydi. O'shaning uchun kerak bo'ladi. 自由方 Xo'p, keyingisi bu medlenniy shayk, oldingi mashinkalarda ham borlardi. Knopkani o'zini bosib turadigan bo'lsak, sekin bitta ikkita qadam sanab yuradi. Bitta o'zini bosadigan bo'lsak, nina tepaga pastga chiqib tushadi.
Keyingi knopka Zakrepga orqaga borib kelishga bu yerdan ham qilsak bo'ladi, bu yoqdan ham boshqarsak bo'ladi. Hop, mana kichkina dumaloqchasi bu svetini yarqisini o'zgartiradi mana. Hop, shu nimalari bor. Keyin yana e'tibor berishimiz kerak. Mana qarang. Zakrepkaga orqaga bosganimizda nina ham orqaga yuryapti. Bu o'sha zakrepga berguncha pastga berib material yig'ilib qolish holatlari kuzatilmaydi. Bundan bilishimiz mumkin, nina oldiga yurganda ham tish bilan birga qo'shib yuradi. Bu narsa ishimizni pastga bermasdan chiroyli qilib tikib berishga yordam beradi. Mana bu yerda ipli regulatorlar turibdi. Mana bu regulatorning orasini ochib beradi. Ip o'tkazguncha kerak bo'ladi. Mana bu yerga mokiga ip o'raydi, zapas mana bu yerdan ip keladi. Bu keladi, regulatorga ip o'raydi. Hop, mana bu yerda menki e'tibor berishimiz kerak. Oldingi mashinkalarning hammasida alyuminiydan bo'lardi. Bu yerda mana xrustalniy qilib, chiroyli qilib ishlangan. Bu nima uchun qo'yilgan? Mana bu xo'roz deyiladi. Ya'ni mexaniklar tilida. Mana shu xo'rozchani защитниga hisoblanadi. Mana chiqib tushganda tegib ketmasligi uchun himoya qilib turadigan narsa. Hop, keyin mana bu yerda mana e'tibor berishimiz kerak. Lapkani davleniyasini ligrovka qiladigan narsa. Buni ham ancha boshqacha qilib, neobычный qilib ishlangan ekan. Bahaybat qilib, mana regulatorlarni burashlari boshqacha qilib ishlangan. Moki turibdi. Moki ham kichkina ekan, to'rtchoqga o'xshamas ekan, boshqacha ekan. Hop, buni qanday olinadi desangiz, mana bu yerda mana tilchasi bor. Mana shunday qilib turib, keyin moki olinadi. Hop. Keyingisi mana shu yerda mana qaychilari hamma yoq mana shu yerda bor. Buni o'tkazishimiz uchun ninani pastga tushirib, stop knopkasini bitta bosib turib, lapkani yon tomonga o'tkazsangiz, ninani ipi o'tkazishimiz oson bo'ladi. Ninani ipi esa chapdan o'ngga qarab o'tadi. Buni yon tomonda tushgan holatida o'tkazishingiz juda qiyin bo'ladi. Pinchet bilan ham o'tkazish imkoni yo'q. Shuning uchun stop knopkani bosib, lapkani mana yon tomonga surib qo'yib o'tkazsa bo'ladi, oson bo'ladi. Yana o'zini holiga qaytarib, stopni bosib. Ko'rishimiz mumkin. Zakrepga kirishida, chiqishida ipini o'zi avtomatik tarzda uzib beryapti. Pastki qismini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda moy yo'q, bu yoqda paddon ham yo'q. Mana shu yerda o'zida joylashgan bo'ladi. Menimcha moyni o'zi tepa qismini moylab beradi. Bu yoqga moy umuman tushmaydi. Bu yoqga mana ko'rishingiz mumkin, saydor surib qo'yilgan. Betini saydor qilib turish kerak bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta magnit qo'yilgan ekan. Bu qaychi, abrezga, zakrepga lariga ishlaydi. Agarda ushbu kolonka mashinkamiz sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, mana bu quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Operatorlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.